Hop, navbatdagi savolimiz. Ikkinchi variant va birinchi savol. Arxigoniga, urug' kurtakka, tugunchaga ega bo'lgan va bu organlarga ega bo'lmagan o'simliklar to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Tushunarli. Arxigoniy, urug' kurtak, tugunchaga ega bo'lgan va bu organlarga ega bo'lmagan deyapti. Hop, javobdan ketish qulayroq. Buni ko'ramiz. Bir deyapti. Organlarga ega bo'lgan deyapti. Ega bo'lganlarni olishimiz kerak ekan. Birga, demak, arxigoniga. Sersoqir bo'g'im arxigoniga ega. To'g'ri. Bni ko'ramiz. Kamxastak. Kamxastak yopiq urug' kurtakka ega. To'g'ri. Tuguncha. Demak, cherkes yopiq tugunchaga ega. To'g'ri. Hop, 2ni ko'ramiz. 2a. Demak, ikki organlarga ega bo'lmagan. A deyapti. Arxigoniga ega bo'lmasligi kerak. To'qir qulog'i arxigoni yo'q. Bni ko'ramiz. Urug' kurtak, fillofora yo'q. Cni ko'ramiz. Oddiy qarag'ay. Oddiy qarag'ayga demak tuguncha. Tuguncha. Ega bo'lmagan deyaptim. Ega bo'lmagan. Tuguncha bor. Tuguncha oddiy qarag'ayda yo'q, chunki yopiq urug'larda birinchi tuguncha paydo bo'lgan. Hop. Demak, A to'g'ri ekan. Nima? Yo, xato qildikmi? Hop, ega bo'lgan 1 2 3. Ega bo'lmagan so'qir qulog'i. Qirquloqlarda. So'qir quloqlar yo'sin arxigoniga ega bo'lmagan. Bunda bor-ku. So'qir qulog'ida bor-ku, shuning uchun mana bu chiqib ketadi. Javob chiqib ketadi. Bni ko'ramiz. Birga sharq savri. O'zim aytdim, mana shu yerda xato bildim deb. Sharq savri. Ega bo'lgan arxigoniy. To'g'ri, arxigoniy bor, antelida ularda yo'q. Glinchiya, urug' kurtak bor. Olg'i, demak, yopiq urug'li tuguncha bor. Demak, A to'g'ri, 1 to'g'ri. Demak, 2ni ko'ramiz. Ulva, arxigoniy. Ulvada, demak, ulvasida arxigoniy yo'q. Urug' kurtak yo'q. Oddiy qarag'ay, tuguncha. Tuguncha yopiq urug'larda paydo bo'lgan yo'q. Demak, hozircha B to'g'ri kelyapti. Cni ko'ramiz. Serchoqir bo'g'im. Serchoqir bo'g'im demak, ega bo'lgan deyaptimi? Serchoqir bo'g'im to'g'ri. Kanop, urug' kurtakka. Urug' kurtak, kanop to'g'ri. Yasmiq, tuguncha to'g'ri. Dalaqirq bo'g'imi demak, ega bo'lmagan arxigoniy bor. Demak, dalaqirq bo'g'imi degan xato ekan. Hop, ega bo'lgan demak, funariyosin arxigoniy bor. Virgin archasi urug' kurtak virgin archasiga. Urug' kurtak organlarga ega bo'lgan. Urug' kurtak yo'q. Virgin archasida urug' kurtak yo'q. Shuning uchun ham chiqib ketadi. To'g'ri javob B ekan. To'g'ri javob B ekan.